Ko'r odam atrofni qanaqa ko'radi deb o'ylaysiz? Xuddi shunaqa qop-qorong'i va hech narsa yo'q. Milliardlab galaktikalarga ega bo'lgan koinot ham qachondir xuddi shunaqa holatda bo'lgan. Unda ham hech narsa yo'q edi. Na makon, na vaqt, na yorug'lik. Lekin bir lahzada, bir nuqtadan butun borliq o'zini o'zi uyg'otdi. Bu videoni tomosha qilishdan avvalgi koinotga doir bo'lgan barcha bilimlaringizni shunchaki unuting. Boshladik. Xo'sh, qanaqasiga aslida hech narsa, bu hamma narsa. Qanday qilib siz 13 milliard yosh bo'lishingiz mumkin? Borliqda shu paytgacha necha soniya o'tgan? Bugun shu va shu kabi savollarga javob topasiz. Hammaga salom do'stlar, sizlarga ko'rsatuvni boshlashdan oldin bitta e'lonchani aytmoqchiman. Bu Magnit loyihasining eng so'nggi soni. Mana shu yil hisobidan. Ko'rib turibsizlar, ko'rsatuv har 2 oyda yoki 3 oyda bir chiqyapti. Agarda kimdir meni sog'inib qolib, yanada ko'proq ilmiy ommabop faktlarni bilgisi kelayotgan bo'lsa, bemalol meni Instagram yoki Telegram sahifamga o'tsangiz bo'ladi. Men u yerda har 2 oyda, 3 oyda bir emas, balki har hafta yangi postlar qo'yaman, o'zimning fikrlarimni aytib boraman. Hammanglarni kanalda kutib qolaman. Agarda meni ijodimni qo'llab-quvvatlashni xohlasanglar, bemalol mana shu platformaga o'tib, tirikchilik platformasiga o'tib, menga istagan pulinglarni 1 milliondan oshiq summani bemalol tashlashingiz mumkin bo'ladi. Hammaga rahmat, ko'rsatuvni boshlaymiz. Hammaga salom, bu Abdullajon. O'rtoqlar, savol: dunyodagi eng kichkina narsa nima? Diqqat, bu yerda oyligingiz haqida gap ketmayapti. Balki bu Brachypalus tacnis qurbaqalaridir. 1 santimetrdan ham kichikroq bo'lgan bu jonivorlar Baya hududida juda ham ko'p uchraydi. Balki 40 mikrometrli plastinka, u daniyalik fiziklar tomonidan ixtiro qilingan. Uning ichida bo'lsa, bizga yangi yil shukuhini beradigan qo'shiqni 25 soniyasi yozib qo'yilgan. Yo'q, bu emas. Dunyodagi eng kichkina narsa bu hech narsa. Atomlar. Kimyoviy nuqtai nazardan kelsak, atom dunyodagi eng kichik kimyoviy birlik deyish mumkin. Lekin aslida-chi, fizika nuqtai nazaridan keladigan bo'lsak, atomlar ham boshqa elementar zarrachalardan tashkil topgan. Lekin uni hech qanaqasiga ko'z bilan ilg'ab bo'lmaydi. Dunyodagi eng mergan insonlar ham buni ko'ra olmaydi. Mana shu ilmiy platforma orqali bo'lsa, siz turli obyektlar o'lchamini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Havolani video ostida qoldiraman. Bu elementni ko'z bilan ilg'ab bo'lmagani uchun ham men uni hech narsa deb atadim. Lekin aslida bu hech narsa. Aslida hamma narsa. Sizni sochingizni tolasidan tortib to borliqni bizdan eng yiroq bo'lgan obyektigacha atomlardan tashkil topgan. Kelinglar, endi atomlarning naqadar kichik ekanligini bitta tasavvur qilib ko'ramiz. Mana masalan, atom, odam va yerni bir-biriga taqqoslasak, odam kattaligi bo'yicha yerga yaqinroq bo'ladi. Ya'ni atom va odam o'rtasidagi farq odam va yer o'rtasidagi farqdan birozgina boshqacharoq. Ayniqsa, darsliklarimizda ko'rsatilgan atomlar xuddi shunaqa kattalikda bo'lganda edi, ya'ni o'sha kitoblarda ko'rsatilgandek bo'lganda edi. Sizni kaftingiz yer sharidan ham kattaroq bo'lgan bo'lardi. Masalan, oddiy qum donasining ichida taxminan 6 kvintillion atom bo'ladi. Tushunyapsiz? 6 va undan keyin 15 ta 0. Agarda ana shu qum donasi ichidagi har bir atomning o'lchamini ana shu qum donasidek tasavvur qiladigan bo'lsak, ana shu bir dona qum donasini o'zi 1100 metr balandlikka to'g'ri kelardi. Ya'ni shunchalik katta bo'lib ketardi. Bu taxminan Burj Xalifani ustiga qo'shimcha Toshkent teleminorasini qo'ygan bilan barobar. Aytgancha bizda sal boshqacharoq variantlar ham bor. Masalan, ana shu qum zarrasidek keladigan atomlarni 6 kvintillion atomni shunchaki Toshkent shahriga sochib yuboradigan bo'lsak, butun shaharni 2 metr qalinlikdagi qum qatlami qoplab olardi. Miya sekin qizicha boshlayapti, lekin bu hali boshlanishi. Endi bo'lsa navbatdagi savolni beraman. Xo'sh, bizga eng yaqin bo'lgan galaktika qaysi? Nima bu maktab bolalarga beriladigan savol? Nima bizani bilimsiz deb o'ylayapsanmi? Deyishingiz mumkin. Lekin aslida siz ham boshqa insonlar kabi xato javob berasiz. Astronomiyadan xabardor bo'lgan ko'plab insonlar adashib Andromeda deyishadi. Lekin o'rtoqlar, unaqa emas. Bizga eng yaqin bo'lgan galaktika bu Katta Magellan galaktikasi hisoblanadi.
taxminan 1 milliard yulduzga ega bo'lgan bu kichik galaktika Yerdan 25 ming yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan. Ma'lumot uchun biz Somon yo'li galaktikasini markaziga yetib olishimiz uchun 26 ming yil kerak bo'ladi. Bundan chiqdi bu galaktika bizga Somon yo'lini markazidan ham yaqinroq, to'g'rimi? Albatta. Bu galaktika tom ma'noda Somon yo'lini bag'riga kirib ketgan va 2003-yilda aniqlangan. Shu payt miyaga bitta savol keladi. Shuncha obyektlarni aniqlagan olimlar, shunchalik uzoqlarda turgan narsalarni aniqlagan olimlar, nahotki shu burnini tagida turgan galaktikani o'tkazib yuborgan bo'lsa? O'rinli savol va bunga o'rinli javob ham bor. Bu mitti galaktika osmonni ko'p miqdordagi yulduzlar va chang yig'ilgan yorqin qismi ortida joylashgan edi. Tabiiyki, bunaqa kuchli yorug'lik ortida nima yashiringanini bilish juda ham qiyin. Do'stim, siz Toshkentda chang ko'tarilganda 500 metr naryoqda nima turganini ko'rmaydigan odamsiz. Biza bo'lsa bizdan bir necha ming yorug'lik yili uzoqlikda turgan galaktika haqida gapiryapmiz. Tushunyapsizmi? Bu ma'lumotdan kelib chiqib, odam o'zida yo'q hayrat bilan koinotga boqishi shubhasiz. Shuncha asteroid va sayyoralar, yulduzlar tizimli, ulkan va son sanoqsiz galaktikalar. Ular chindan ham cheksizmi? Bizning miyamizga sig'maydigan bu savolga javobni astronomlar bera oladimi? Bera oladi. Buning uchun hozir siz bilan birgalikda bitta fikriy eksperiment qilib ko'ramiz. Kunning yorug' payti, ochiq osmon ostida ko'l yonidasiz deb tasavvur qiling. Ko'lga qarasangiz, unda quyoshning aksini ko'rasiz. Ya'ni siz ikkita turli nuqtalarga qarab, osmonni bitta obyektini ko'rishingiz mumkin. Astronomlar ham xuddi shunaqa eksperiment orqali yuqoridagi savolga javob topishga urinib ko'rishgan. Olimlar biror yulduzni teleskoplar orqali kuzatib, undan keyin qurilmani boshqa nuqtalarga qaratish orqali o'sha yulduzni koinot chegarasiga urilib qaytgan aksini tutishga intilishgan. Ularning fikriga ko'ra, koinotning oxiri bo'lsa, yulduzlardan chiqayotgan nur ana shu oxiriga borib urilib qaytadi va biz uni ko'rishimiz mumkin. Lekin bunaqa hodisani hozircha hech kim kuzata olmagan. To'g'risi, shu ma'lumotni topganimda meni etim juda ham jimillab ketdi. Sababi, tasavvur qiling, koinot shu darajada kattaki, yulduzlardan chiqayotgan nur hali ungacha yetib bormagan yoki ulgurmagan. Yuqoridagi ma'lumotdan shu narsa ayon bo'ladiki, koinotning chegarasi bormi yoki yo'q, biz hozircha bu narsani bila olmaganmiz. Xo'sh, unda nimani bila olamiz? Masalan, umuman borliq qanaqa qilib paydo bo'lganini bilish mumkinmi? Xuddi shunaqa savol sizni qiynayotgan bo'lsa, men sizga ajoyib javob beraman. Albatta mumkin. Faqat bu narsani bilishdan oldin men sizga boshqa narsani tushuntirishim kerak. Uni nomi Doppler effekti. Bu effektga ko'ra tez yordam mashinasi sizga yaqinlashib kelayotganida uni sirenasi ovozini balandroq eshitasiz. U oldingizdan o'tib ketganda bo'lsa ovoz borgan sari pasayib ketadi. Buni o'sha mashhur memlar orqali ham ko'rgansiz. Buni hozir sizga jonli o'xshatib ham berishim mumkin. Masalan, tovush kelishini biz har doim boshqa tasavvur qilamiz. Uzoqdan ovoz kelayotgan bo'lsa, oldimizga kelganda tovush boshqacha eshitiladi, ya'ni eng maksimal darajada baland eshitiladi. O'tib ketgandan keyin bo'lsa, albatta pasayib ketadi. Ya'ni mamnaqa. Wow! Eng qizig'ini aytaymi, koinotda ham xuddi shunaqa effekt bor. Agarda ma'lum bir yulduz bizdan uzoqlashayotgan bo'lsa, uni to'lqin uzunligi qizg'ish rangda bo'ladi. Agarda qaysi biridir bizga yaqinlashayotgan bo'lsa, uni rangi ko'kimtir bo'ladi. Ya'ni siz hozirroq osmonga qarab, qaysi yulduz bizga qarab yaqinlashib kelayotganini yoki bizdan uzoqlashayotganini ko'rish imkoniyatiga egasiz. Menimcha shu fakt uchun videoga like bosib qo'yishga arziydi. To'g'rimi? 1929-yil Edwin Hubble o'z kuzatuvlari natijasida deyarli barcha galaktikalar qizg'ish rangda ko'rinishini aniqladi. Ya'ni afsuski, ular bizdan uzoqlashyapti. Demak, kecha ular bizga nisbatan yaqinroq bo'lishgan. Bu fakt shuni anglatadiki, agar vaqtni qancha ko'p ortga qaytarsak, galaktikalar bizga shuncha ko'p qaytib keladi. Hamma narsa ortga qaytib bir nuqtaga jamlanadi. Xuddi 13 milliard 800 million yil avvalgidek. Bu portlashchi bo'lsa ingliz tilida Big Bang deyishadi. O'zbekchasi shunchaki mavjud emas. Xo'sh, unda mana shu Big Bang katta portlashdan oldin nima bo'lgan? Juda ham o'rinli savol, lekin buni javobi ozgina miyangizni qizdirishi mumkin. Tayyor turing va diqqat qiling. Tasavvur qiling, oldingizga bitta turist keladi va u shimol qaysi tomonda deb sizdan so'raydi. Siz katta ehtimol bilan xaritadan qarab, shimol mana shu tomonda deb aytvorasiz va ana shu odam boshqa odamlardan so'rab shimoliy qutbgacha yetib boradi. Va ana shu turgan nuqtasidan shimol qayerda deb so'raydi. Aynan mana shu savolni bergandan keyin uni savoli mutlaq ma'noga ega bo'lmaydi. Shimol aynan u turgan nuqtadan keyingina shimol hisoblanadi. Aynan biz bilgan vaqt ham katta portlashdan keyin paydo bo'lgan va undan oldin degan so'z
hech qanaqa ma'noga ega bo'lmagan. Sababi undan oldin shunchaki hech narsa bo'lmagan. Hech narsa yo'q edi. Katta portlash rostdan ham sodir bo'lganmi yoki yo'q, biz bu narsani qatdan bilamiz? O'rtoqlar, biz uni ko'ra olamiz. Agarda olis kosmosni Hubble teleskopi orqali tomosha qiladigan bo'lsangiz, koinotdagi har bitta obyekt juda ham katta tezlikda bir-biridan uzoqlashayotganini ko'rish mumkin. Bu degani koinot ham xuddi shunaqa darajada kengayyapti degani. Agarda yetarlicha ortga qayta olsak, hammasi o'sha kichkina nuqtaga yana qaytishi mumkin. Lekin buni albatta ilojisi yo'q. Lekin bitta qiziqarli ma'lumot bor, bilasizmi? Koinotdagi hozirgi sayyoralar o'sha paytdagidanda ko'proq. Ya'ni o'sha payt buncha ko'p sayyora bo'lmagan. Qanaqasiga? Birinchidan, so'nggi hisob-kitoblarga ko'ra koinotni biz ko'ra oladigan qismida 2 trillion atrofida galaktika mavjud bo'lib, bizni somon yo'li galaktikamiz o'shalardan bittasi. Ikkinchidan, bizni somon yo'li galaktikamiz shunchaki o'rta turdagi galaktika hisoblanib, o'z bag'riga 100 milliarddan 400 milliardgacha yulduzni sig'dira oladi. Uchinchidan, kelinglar o'rtoqlar, shunchaki shartli ravishda galaktikaimizdagi yulduzlar sonini 100 milliard deb hisoblasak va uni barcha galaktikalarga ko'paytirib yorsak, necha chiqadi deb o'ylaysiz? Hayratlanarli. 200 trillionta yulduz. To'rtinchidan, astronomlar fikriga ko'ra koinotdagi deyarli har bir yulduz atrofida bittadan bir nechta 10 tagacha sayyora mavjud. Shu faktdan kelib chiqib xulosa qilsa bo'ladiki, koinotdagi sayyoralar soni yulduzlar sonidan sezilarli darajada ko'proq. Beshinchidan, olimlar hisob-kitobiga ko'ra Big Bang, ya'ni katta portlash 13 milliard 800 million yil avval sodir bo'lgan va bu juda agarda uni soniyalarga ko'paytiradigan bo'lsak, 1 daqiqa 60 soniya, 1 soat 3600 soniya, 1 kun 86400 soniya, 1 yil 31 million 536 ming soniya, 13 milliard 800 million yil bo'lsa, 409 kvadrillion 968 trillion 880 milliard soniya. Endi bu o'rtoqlar, pasportdagi ma'lumotlaringiz kerak bo'ladigan joyga yetib keldik. Men sizdan yoshingiz nechida deb so'rasam nima qilasiz? Darhol nechinchi yilda tug'ilganingizni shundoqgina eslaysizda, deylik masalan 20 yoshdaman deysiz. Lekin ilmiy nuqtai nazardan sizning yoshingiz 13.8 milliard desam ishonasizmi? Aynan shuncha vaqt oldin borliq paydo bo'lganda, hozir bizda oldingizda turgan ichimlikda bor bo'lgan proton va neytronlar paydo bo'lgan. Agarda mabodo oldingizda IQsi baland o'rtog'ingiz o'tirgan bo'lsa va u sizdan yoshing nechida o'rtoq desa, siz unga yoshim 20 da yoki 25 da demang, 13 milliard yoshdaman deng. Ikkalanglar ham maza qilarasizlar. Xo'sh, necha yoshda ekansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Ana endi bo'lsa, men sizga yana bitta antiqa savol beraman. Bir kunda qancha gapiraman deb o'ylaysiz? Hisob-kitoblarga ko'ra bitta inson bir kunda 15 mingtadan 20 mingtagacha so'z ishlatar ekan. Hozirgi kunda bo'lsa, o'rtacha umr davomiyligi 70 yil. Shuncha vaqt davomida esa bitta odam 380 millionta so'z aytadi. Va mana shu insoniyat tarixi davomida 400 kvintillion so'z ishlatgan. Ya'ni buning ichida bizning so'zlarimiz ham bor, ota-bobolarimizni, undan yog'ini hammasi. Lekin keyingi ma'lumotni qanaqa qilib sizlarga aytaman bilmadim. Ichim qizib ketyapti. Bittada aytishim kerak va siz uni tushunishingiz kerak. Xullas, insoniyat o'z tarixida 400 kvintillion so'z ishlatgan. Lekin koinotni biz ko'ra oladigan qismida 10 septillion yulduz bor. Ya'ni demoqchimanki, borliqdagi biz ko'ra oladigan yulduzlar 10 septillionta va bu insoniyat tarixidagi barcha so'zlardan ham ko'proq degani. Tushunyapsizlarmi? Wow, qanchadan qancha xotinlar tinmasdan g'iybat qilib ham bu rekordni yengila olmaydi. Va bu tasavvur qilasizlarmi? Shunchaki biz ko'ra oladigan qismdagi yulduzlar soni xolos, hali ko'rmaganlarimiz qancha. Navbatdagi ma'lumot bo'lsa, meni miyamni shunchaki portlatavergan. 2015-yilda Yale universiteti olimlari yer sharida 3 trillion daraxt borligini aniqlashgan. Agarda buni har bitta odamga taqsimlab chiqadigan bo'lsak, kishi boshiga 400 tadan daraxt to'g'ri keladi. Balki O'zbekistondagi daraxtlarni kesishayotgan ham asosiy sababi shudir, chunki kishi boshiga baribir ko'pdan to'g'ri kelar. Ya'ni 400 ta o'ylayapsizmi? 400 ta daraxt kishiga to'g'ri keladi. 3 trillion daraxt. Juda ham kamday tuyuladi, to'g'rimi? Lekin bizning somon yo'li galaktikamizda shuncha yulduz yo'q. Olimlar miyasini portlatib o'rgan fakt shuki, galaktikamizda bor yo'g'i 100 milliarddan 400 milliardgacha yulduzlar bor. Bu faktda qanaqadir falsafa borga o'xshaydi. Xuddiki yulduzlarga qarab yo'l izlab ketayotganingda, seni yashab qolishing uchun kurashayotgan daraxtlarni esdan chiqarmagin deyotganga o'xshaydi. Va bu gapdan shunchaki
koinot haqidagi qismni olib tashlasa ham bo'ladi. Agar ayni damda borliqni bizga ma'lum qismidagi barcha galaktikalarni, ya'ni 2 trillion galaktikani yer aholisi o'rtasida bo'lib oladigan bo'lsak, har birimiz deyarli 266 ta galaktikaga ega bo'lamiz. Bu o'rtada har bitta galaktikada 500 milliarddan oshiq yulduz borligini hisoblaydigan bo'lsak, biz demak kishi boshiga 133 trillion yulduzga va taxminan shundan 4-5 baravar ko'proq bo'lgan sayyoralarning egasi hisoblanamiz, to'g'rimi? Naqadar boymiz, nimalar qilsa bo'larkan shuncha boylikka o'zi. Lekin eng qizig'ini aytaymi? Biz hech qachon bu galaktikalarga yoki yulduzlarga yetib bora olmaymiz. Hech qanaqasiga. Eng kamida bugun. Mana hozir. Balki kelajakdagi qaysidir meni avlodim bu narsani ko'rib, "Doda, adashdingiz." Shunaqa deyishni juda ham xohlayman, lekin eng kamida bugun bu narsani biz uddala olmaymiz. Eng qizig'i kelajakdagi o'sha meni avlodim, "Doda, siz adashdingiz" deb turib ham o'sha galaktikalarga yetib borsa ham, uni hech kim u yoqda tan olmaydi. Chunki 15-asrda Yevropaliklar Markaziy va Janubiy Amerikani bosib olishga kelganda, o'sha hududlarni o'zini mulki deb e'lon qilgan. Lekin bundan o'sha joy aholisining 90%ni xabar yo'q edi. Biz yerda turib yerdagilarni tan olmaymiz-ku. U yoqdagilarga yo'l bo'lsin. Tasavvur qiling, endi kimdir bizani rostdan ham tan olishga tayyor turibdi. "O, san, menga qara shu YouTube tomosha qilayotgan odam. San mana shu galaktikani egasisan. Ke va bizga egalik qil" deyotgan bo'lsa ham, biz unga yetib bora olmaymiz. Mana masalan Voyager 1 kosmik kemasi tezligida bizning somon yo'li galaktikamizga eng yaqin bo'lgan 25 ming yorug'lik yil uzoqlikda joylashgan katta it kichik galaktikasiga yetib borish uchun taxminan 749 million yil kerak bo'ladi. Ataga. Eng qizig'i, agarda biz yorug'lik tezligida harakatlanishni o'rganib olsak ham, ana shu galaktikaning markaziga yetib olish uchun 25 ming yil kerak bo'ladi. Ya o'zim ham bitta narsani tushunmayman-da. Nimaga o'zi hamma narsa shu yorug'lik tezligi bilan o'lchanadi? Nimaga shu bilan o'lchaverishadi degan savol sizga ham miyangizga kelyaptimi? Hozir javobini beraman. Yorug'lik bu elektromagnetik to'lqin, xuddi radio, rentgen, infraqizil, ultrabinafsha, mikroto'lqin va gamma nurlari kabi. Borliqda hech narsa yorug'lik tezligidan da tezroq harakatlana olmaydi. Faqatgina neytrino subatomik zarrachalardan tashqari. Ular 99,99 milliard darajada yorug'lik tezligiga juda ham yaqin harakatlanadi. Lekin unchalik emas. Mana masalan yorug'lik 299,100 dan 792 km/sekund, neytrino bo'lsa 299,100 dan 338 km/sekund. Eng alam qiladigani shundaki, aynan yorug'lik tezligidan da tezroq harakat qila oladigan jism yoki materiya vaqt bo'ylab orqaga harakatlanishi mumkin. Chunki yorug'lik umuman massasi yo'q, shunchaki mayda zarrachalardan, fotonlardan tashkil topgan. Fotonlarning massasi bo'lmagani uchun ham ular uchun vaqt tushunchasi umuman begona. Ular abadiy, har doim mavjud bo'lishi mumkin. Absolut har qanaqa joyda va har doim. Bir so'z bilan aytganda, sizdan yorug'lik o'zi nima o'rtoq deb so'rashadigan bo'lsa, bu ham zarracha, ham to'lqin deb javob bersangiz bo'ladi. Ana shunda atrofingizdagilar sizni geniy deb o'ylaydi. Yorug'lik tezligi qanchalik tez bo'lmasin o'rtoqlar, koinot aql bovar qilmas darajada ulkan, katta, bigger. Chunki mana tasavvur qiling, har doim bizani ertalab uyg'otadigan quyosh, shunchaki uni nuri bizga yetib kelgunga qadar 8 daqiqa o'tadi. 8 daqiqa. Ha, o'sha siyqasi chiqqan ma'lumot, siz har doim quyoshni eski, ya'ni 8 daqiqa avvalgi holatini ko'rasiz. Osmondagi boshqa bir yulduzlarning nuri bo'lsa, aslida ularni million yillar avvalgi nuri bo'lishi ham mumkin. Shuning uchun ham osmonga qaraganingda tarixga qaraysan deb aytishadi. Endi bo'lsa bitta savol tug'iladi. Biz ko'zimiz bilan ko'rishimiz mumkin bo'lgan eng uzoqdagi fazoviy jism nima? Eng uzoqdagisini bo'lmasa ham boshqalarni ko'rgani Andijonga, havaskor astrofotograf Rustam akani oldilariga bordi. Qorong'u hududda o'tganimizning asosiy sababi o'tgan joyimizda o'sha svetовое загрязнение bo'lishi kerak emas. Ya'ni tashqaridagi nurlar yo'lini to'sib qo'yish kerak emas. Biz olmoqchi bo'lgan narsam. Hozirda deyarli 200 ming obunachiga ega bu inson shaxsan o'zlari koinotdagi obyektlarni suratga olib, ijtimoiy tarmoqlarga joylaydilar. Balki siz ham ularni ko'rgandirsiz. Ko'ringda, menga fokus qiladigan bitta maska bor. Wow! Hozir Vega yulduzini ko'rdik. Va ana shu yulduz bizdan 25 yorug'lik yili uzoqlikda joylashgan.
Ya'ni men hozir 27 yoshman. Men 2 yosh paytimda paydo bo'lgan yulduzning nurini, ya'ni nurini o'zini hozir Andijonda Rustam aka bilan birgalikda tomosha qilaman. Ya'ni o'sha yulduzni 25 yil oldingi holatini ko'rdim. O'sha nur chiqqanda men 2 yosh bo'lganman. Bu nerealda? Bu unreal. Наоборот, bu real. Уже ko'ryaptimi? Birinchi imitatsiya. To'g'risi, ularni internetdan kuzatish umuman boshqa narsa, o'z ko'zlaringiz bilan ko'rish bo'lsa, hech narsaga yetmaydi. Yo'q, aka, haydi, harakat qiling, harakat. Saturni ko'ramiz o'rtoqlar. Xo'sh. Вау! Buncha такой. Juda katta aniq. Vau! Mana shunaqa turlarda kerak bo'lsa ertalabgacha muammoga yechim qilib o'tiramiz. Oxir oqibat olamiz tasvirga, lekin uni ko'rib odamlar nima deyishadi keyin? Ba'zi bir do'stlarimiz haligi fotoapparatda chiqib ketib obyekt paydo bo'ldi, bitta rasm yoki internetdan o'g'irlangan deb aytishadi, lekin ko'rib turibsizlar, bu jarayonlar juda ham ko'p vaqt, sabr, toqat va bilim talab qilinadi to'g'risi. Ba'zida misol uchun bitta adapter yetishmasligi sabab yoki ozgina nosozlik sabab butun sessiya, ya'ni bir kunlik sessiya barbod bo'lishi mumkin. O'rtoqlar, qurilma bizni xohlagan darajadagi rasmlarni olish uchun taxminan 10 soat turish kerak, lekin 10 soat imkoniyatimiz yo'q, chunki mana hozir aytganim tugayapti. Biz qurilmani qoldiramiz, chunki qurilma o'zi avtomatik tarzda ishlay olish qobiliyatiga ega va 10 soatdan keyin men sizlarga mana shu qurilma olgan rasmlarni va Rustam akani eng zo'r ijod namunalarini ko'rsataman. Agarda shuncha ma'lumotdan keyin ham biz borliqni markazidamiz, butun koinot bizga xizmat qilish uchun yaratilgan deyotgan bo'lsangiz, sizga omad. Balki koinotni qaysidir bir chekkasida, masalan, Andromedani ovloq bir yerda hayot bordir. Shuni rostdan bilsa bo'ladimi? Schrödinger mushugi haqida eshitganmisiz? Unga ko'ra siz mushukka iniga solib qo'ysangiz va siz ana shu inga qaramasdan turib, mushuk tirikmi yoki o'likmi hech qachon bila olmaysiz. Bu gapim bilan demoqchimanki, biz ma'lum bitta narsani to'liq o'rganmagunimizgacha u umuman mavjudmi yoki mavjud emasmi hech qachon bila olmaymiz. Schrödinger mushugiga taalluqli bo'lgan holatga ko'ra, sizni hozirgi kundagi har qanaqa xohish istagingiz, avtomobil, chiroyli uy yoki yaxshi biznesingiz bo'lishiga xohishlaringiz sizni kelajakdagi yoki o'sha parallel olamdagi yashayotgan aslingizga tegishli bo'lgan xotira bo'lishi mumkin. Men hozir bu teoriya bilan yo'q narsaga ishonib o'tiring demoqchi emasman, lekin shunchaki iltimos, harakatdan to'xtamang. Sababi insoniyat bor yo'g'i 500 yil oldin yer borliqning markazi deb hisoblagan. Kopernik va Galiley kashfiyotlaridan keyin yer olam markazi emasligini, u quyosh orbitasida boshqa sayyoralar kabi aylanishni izlanishlari, kuzatishlari orqali tushunib yetgan. Keyinchalik bo'lsa, olam faqat quyosh tizimidan iborat emasligini, boshqa galaktikalar, boshqa minglab milliardlab yulduzlar, boshqa sayyoralar mavjudligini aniqlashgan. 20-asrga kelib ma'lum bo'ldiki, bizni galaktikamiz bu butun borliq emas va kosmosda biznikiga o'xshagan galaktikalar son sanoqsiz. Ilm-fan rivojlangani sari biz borliqni tarixi, kelib chiqishi, tuzilishi, xususiyatlari, kelajagi va bizni undagi o'rnimiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lib boryapmiz. Har daqiqa, har soniya o'tmishda biz uchun sir sanoatli bo'lgan, g'ayrioddiy bo'lgan har bitta narsani o'rganib, ularni anglab, tushunib kelyapmiz. Agar biz shu bilimlarimizni rivojlantirishdan to'xtamasak, har qanaqa g'ayrioddiy bo'lgan boshqa narsalarni ham albatta sirini topamiz. Men bunga ishonaman. Biz kichik loyihamiz orqali sizga ulkan ma'lumotlarni berishga harakat qildik. Kelgusi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, ilm-fan shaydolari.
uzoq vaqt. Yana davom ettirsam bo'lardi, vaqtida davom etdimda.